Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun 9-yanvar 2026-yil hafta kuniga juma. Biz yana o'zimizda xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizda o'ng tomondagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Demak, boshladik. Manzillarimiz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Bu yerga hozir 5 bosh xunojin keldi. 7 ishchilari mana sog'liqlari hamma sinovdan o'tdi. Shularda hozir video obzorini qilib beramiz. Videolarimiz boshida eslatib o'tamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa, do'st birodarlarga mana shunaqa xunojin baqirman deydigan do'st birodarlarga podpisa qilib, kanalimizni podpisa qilib, bittadan like bosib tursalaring. Kanalimiz rivoji uchun yaxshi bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, oldi tomondan hammasini 7 ishda kallalari ham hamma yo'g'i joyida. Shoqi bor yoki bir kallabash xunuk deydigan joyi yo'q. Bo'lsa boqadigan xunojinlar keldi. Hozir orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomondan ko'rinishlari hammasini kelishgan, xudo xolasa kamchiliklari yo'q. Bir yerda luqsi yo'q, boshqasi yo'q, kasal yo'q. Sinovdan o'tdi. Undan keyin mana videoni qilyapmiz. Bundan oldingi qilingan videoyimizdagi mollar ham u narigi chorvamizda edi, yo'lda bo'yiga qilgan joyimizda. Bular o'zimizning xonadonimizda turibdi mana. Bo'y bastilari birdan baland, bir piylisga olaverasizlar. Narxlarni ham xudo xolasa qo'ldan kelganicha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Hop, eslatib o'tamiz, vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda doim eslatib o'tamiz. Vodiy bo'ylab bitta olsangiz ham, ikkita, uchta, nechta olsangiz ham dastlabki xizmatlari mutlaqo tekin. Hop, narxga keladigan bo'lsak, mana shu xunojinimizdan boshlaymiz. 9.600.000 so'mga qilib beramiz. O'zi ham sigir qilaman deydigan odamga tavsiya qilamiz buni. 9.600.000 so'm bo'lsa, dastlabki xizmatlar bilan qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar, ahvolda kelishgan. Hamma yo'q zo'r. Hop, qolgan 4tasini bitta narx aytamiz, ma'qul kelsa. Hop, 8.800.000 so'mdan dastlabki xizmatlar bilan qilib beramiz. Ularda ham hammasini kamchiligi yo'q. 7 ishchilarda, boshqasida, xohlasa yaxshi. Prosta bularda olinish narxida farq qiladi. Shuning uchun mana bunisi sal balandroq. Hop, qolganlari mana hammasi bir xil desa ham bo'laveradi pashti. O'zimiz vodiyda mollari bular ovqat tanlamaydi. Nima tashlasangiz o'shani yeydi. O'zimizda mesni mollar. Orqalari ham xudo xolasa ayblaydigan emas, zo'r, kamchiliklari yo'q. Bo'y basilari ham yaqinroqdan olyapman hozir. Mana chachishgan variantidan semental degan endi biz ham olganmiz, bilasizlar. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Yana bir bor manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Videolarimiz mana o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik siz bizlarga nasib qilsin. Chorvalaringga, qilayotgan ishlaringga, xonadonlaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videolarimizni bittadan like bosib yoqqan bo'lsa, kommentariyasiga o'zlaringni fikrlaringni bildirib o'taverasizlar. Ishlaringga omad tilab qolamiz.